Putin abadiy yoshlik siri uchun 26 milliard dollarlik maxfiy loyiha boshlagani ma'lum bo'ldi. Zelenskiy Rossiya yangi yirik hujum tayyorlayotganidan ogohlantirdi. Rossiya Armanistonga qarshi savdo urushini boshladi. Eron yadro qurolidan voz kechishga rozi bo'ldi. Tramp Turkiyada 110 nafar yo'lovchisi bo'lgan kema cho'kib ketdi. Ukrainada harbiy aerodromga hujum. Rossiyaning ikkita Tu-142 samolyoti va Iskander majmuasi yo'q qilindi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Putin abadiy yoshlik siri uchun 26 milliard dollarlik maxfiy loyiha boshlagani ma'lum bo'ldi. Rossiya prezidenti qarishga bo'lgan shaxsiy qiziqishi sababli 26 milliard dollarlik davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan uzoq umr ko'rish tashabbusini boshlagan. Ushbu loyihaga organlarni bioprinting qilish, mini cho'chqalar ichida inson organlarini yetishtirish, gen terapiyasi va krioterapiya kabilar kiradi. Ushbu harakatga uning qizi va yaqin ittifoqchisi rahbarlik qilmoqda. Garchi tanqidchilar loyiha taqriz qilingan ilmiy ishlarni deyarli taqdim etmagani va bu real natijalardan ko'ra ko'proq mablag' ajratilishini ta'minlash bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Rossiya Armanistonga qarshi savdo urushini boshladi. Roselxoznadzor arman pomidorlari, bodringlari, qalampirlari, ko'katlari va qulupnaylarni import qilishni taqiqlaganini e'lon qildi. Nikol Pashinyan Yevropa Ittifoqi bilan yaqinlashish yo'lini e'lon qilganidan so'ng Rossiya rasmiylari Armaniston tovarlariga taqiqlar qo'yishni boshladilar. Bundan tashqari, Kreml Rossiyada yashovchi 100 minglab armanni bo'lajak parlament saylovlarida Pashinyanga qarshi ovoz berish uchun yuborishni rejalashtirmoqda. Zelenskiy Rossiya yangi yirik hujum tayyorlayotganidan ogohlantirdi. Uning aytishicha, razvedka ma'lumotlariga ko'ra yaqin vaqt ichida mamlakat hududiga navbatdagi yirik zarba berilishi mumkin. Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotida aholini havo xavf signallariga jiddiy e'tibor qaratish va xavfsizlik choralariga amal qilishga chaqirdi. Bu bayonot Rossiya o'tgan hafta Kiyev viloyatiga qarshi amalga oshirgan yirik hujumdan keyin yangradi. Ukraina tomoni ma'lumotlariga ko'ra, o'sha hujumda 90 ta raketa va 600 ta dron qo'llangan. Shuningdek, Rossiya Oreshnik deb ataluvchi o'rta masofali ballistik raketa ishlatgani aytilmoqda. Mazkur raketa yadroviy zaryad tashish imkoniyatiga ega ekani ta'kidlanmoqda. Turkiyada 110 nafar yo'lovchisi bo'lgan kema cho'kib ketdi. 29-may kuni Turkiyaning Marmaris shahri yaqinida 110 nafar yo'lovchisi bo'lgan sayyohlik kemasi cho'kib ketdi. Bu haqda IXA xabar qilgan. Nashrning yozishicha, favqulodda hodisa Jannat oroli yaqinidagi akvatoriyada sodir bo'lgan. Kemaga suv kirayotganini sezib qolgan kapitan uni qirg'oq chizig'igacha boshqarib borishga uringan. Biroq qayiq juda tez suvga to'la boshlagan. Shu sababli kema ekipaji odamlarni yaqin atrofdagi boshqa ekskursiya katerlariga zudlik bilan evakuatsiya qilgan. Qutqaruv ishlariga qirg'oq xavfsizligi bo'lmalari ham qo'shildi. Bortda bo'lgan barcha yo'lovchilar tezkorlik bilan evakuatsiya qilindi. Oradan ko'p o'tmay kema butunlay cho'kib ketdi. Hodisa oqibatida hech kim jarohat olmadi. Kema halokati fakti bo'yicha mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tergov harakatlari boshlangan. Eron yadro qurolidan voz kechishga rozi bo'ldi. Tramp Eron yadro qurolidan voz kechishga rozilik berdi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Trump Fox News telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Oq uy rahbari tomonlar yaxshi bitim tuzishga yaqin ekanini, biroq eng foydali shartlarga erishish uchun shoshilish niyatida emasligi sababli muzokaralar jarayoni sekin ketayotganini qayd etgan. Biz juda yaxshi kelishuvga yaqinmiz. Agar uni imzolashning uddasidan chiqsak, bu a'lo bo'lardi. Aks holda biz shunchaki mudofaa vazirligini yana ishga solamiz, deydi Tramp. Shuningdek, u Eron yadro qurolidan voz kechishga rozi bo'lganini da'vo qilmoqda. Trampning tushuntirishicha, avval Eron tomoni yadro qurolini ishlab chiqmasligini aytgan. Biroq uni sotib olish imkoniyati haqidagi savol aniqlashtirilgandan so'ng jumla o'zgartirilgan. Endilikda unga ko'ra Eron harbiy qurolni ishlab chiqmaydi va hech qanday yo'l bilan ham sotib olmaydi. Ukrainada harbiy aerodromga hujum. Rossiyaning ikkita Tu-142 samolyoti va Iskander majmuasi yo'q qilindi. Ukraina dronlari Taganrogdagi harbiy aerodromga hujum qilib, ikkita Tu-142 samolyoti va Iskander raketa majmuasini yo'q qildi, deb bayonot bermoqda Ukraina qurolli kuchlari dron tizimlari kuchlari qo'mondoni Robert Brody.
Rossiya tomoni aerodromga qilingan hujum haqida xabar bermadi. Rostov viloyati rahbari Yuliy Slyusar Kiyev dronlari zarbasi natijasida portda tanker va yoqilg'i omborlari yonib ketganini, xususiy uyga dron tushishi oqibatida esa 2 kishi jarohatlanganini ma'lum qilgandi. Taganrog meri Svetlana Kambulovaning aniqlik kiritishicha, portda yuk ortish infratuzilmasi va ma'muriy bino shikastlangan. Shu bilan birga Ukrainaning Yexelinova Pilus Osint loyihasi hujum paytida portlash ovozlari va shaharning deyarli barcha tumanlariga eshitilganini yozdi. Ushbu hujum fonida Taganrog hukumatı Ukraina qurolli kuchlarining hujumlaridan keyin 27-may kuni joriy etilgan favqulodda holat rejimini kengaytirdi. Eron BMT mamlakatlarga Hormuz bo'g'ozi bo'yicha murojaat qildi. Eron barcha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni adolatlilikni namoyish etishga va BMT Xavfsizlik kengashida AQSh tomonidan taklif qilingan Hormuz bo'g'ozidagi yuk tashish bo'yicha rezolyutsiya loyihasini qo'llab-quvvatlamaslikka chaqirdi. Bu haqda Eronning tashkilotdagi doimiy vakolatxonasi bayonotida aytilgan. Hormuz bo'g'ozi muammosining yagona mumkin bo'lgan yechimi aniq: urushni tugatish, dengiz blokadasini bekor qilish va normal yuk tashish o'tishini tiklash. Qo'shma Shtatlar inqirozni hal qilish o'rniga kemachilik erkinligi bahonasida BMT Xavfsizlik kengashida o'zining siyosiy kun tartibini ilgari surish va noqonuniy harakatlarni qonuniylashtirish uchun yangi, nuqsonli va siyosiy motivlarga asoslangan rezolyutsiya loyihasini ilgari surmoqda. Eron a'zo davlatlarni bosim ostida emas, balki mantiq, adolat va tamoyil asosida harakat qilishga, rezolyutsiya loyihasini rad etishga va uni qo'llab-quvvatlamaslikka yoki birgalikda harakat qilmaslikka chaqiradi. Aprel oyi boshida Bahrayn tomonidan taklif qilingan Hormuz bo'g'ozi bo'yicha rezolyutsiya BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan rad etildi. Xavfsizlik kengashining 11 a'zosi yo'qlab ovoz berdi. Rossiya va Xitoy qarshi ovoz berdi. Pokiston va Kolumbiya esa betaraf qoldi. 5-may kuni Qo'shma Shtatlar BMT Xavfsizlik kengashiga Eron tomonidan tahdidga qarshi turish uchun Hormuz bo'g'ozida kemalar harakati erkinligini himoya qilishga qaratilgan rezolyutsiya loyihasini taqdim etdi.